Galov yungishlarimiz davom etyapti. Yungishlarimizni Damas'da tayinlab qo'yganmiz. Mashinamizni galovga braklatkalar kiyib qo'ygan ekan. Gul shitirdan antifriz haydayotgan bo'lgan. Mashinamizni galovkalarga yetib olganmiz. Birinchi silindrdan galovka braklatkalar kuygan. Galovkalarini chiroyli qilib tozalab yig'ilish jarayoni endi shu birinchi silindrdan kuygan. Eski baraklatkasi mana birinchi silindrdan kuygan joyi. Antifrizni gul shitirdan chiqarib ekan bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin, gul shitirda qaranglar. Antifriz chiqqan gul shitirda. Bu mashinamiz ishlarini chiroyli qilib bitkazib beryapmiz. Yangi galovka braklatkalarni bosib. Bog'da yana bitta mashinamiz bor, Gentra avtomobili. Bu mashinamizga zaminamasida bo'lyapti. Zik 530 modellardan stanovka qilib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomer qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar.